Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Bugun men yana sizlarga yoz oyida ham ovqat o'rnida ketadigan noodatiy salat tayyorlab berishni ko'rsatib beraman. Bunga bizga kerak bo'ladi pomidor, bodring, ko'katlar, svetofor bolgarskiy, piyoz, chesnok, tabga ko'rib xohlasanglar tovuq go'shti qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar mol go'shti ham qilsanglar bo'ladi. Bu yerda men brokoli bilan gulkaramni shunaqa 15 minutga tuzli suvda qaynatib olasizlar va mana bunaqa qilib kichkina qilib to'g'rab olamiz bularni hammasini. Endi hozir birinchi bo'lib tovuq go'shtimizni pishirishdan boshlab olamiz. Bu salatni birinchi shirin qilib beradigan narsa bu albatta kunjut bo'ladi. Kunjutni quruq tovani o'zida ozgina qilib qizartirib qovurib olamiz. Mana shunaqa bo'lib qizargandan keyin endi olamiz. Kunjutni olganimizdan keyin endi birinchi bo'lib ozgina yog'iga mana shunaqa somoncha shaklida qilib go'shtimni to'g'rab oldim. Piyozimni bo'lsa mana shunaqa katta qilib to'rtburchak qilib to'g'rab olasizlar. Ketma-ketligida yaxshilab qovurib olamiz. Yog'imiz 50 grammcha atrofida qo'yib olamiz. Yana naqani salatinglarni ko'p va kamligiga qarab turib ham masalalar shunga qarab ham yog' quyiladi. Hozir bunga qizigan yog'imizga tovuqimizni solib olamiz. Mana shunaqa qilib sekin suv qochguncha yaxshilab qovurib olamiz. Mana shunaqa bo'lgandan keyin 2 qoshiq soya qo'shamiz. Ko'p emas, 2 qoshiq. Mana shunaqa chiroyli tusga kiradi. Endi piyoz bilan chesnogimizni ham solib olamiz. Mana piyozdan va chesnogini. Buni ham bir ro'q qilib qovurib olamiz. Bu orada bekor turmaymiz. Brokoli va gulkaramlarni mana shunaqa qilib kichkina qilib olamiz. Pomidor va bodringlarni esa mana bunaqa qilib to'g'rab olamiz. Va svetofor bolgarskiyimizni ham xuddi shunaqa qilib kubik qilib to'g'rab oldim. Mana endi bunga hozir qizil svetofor bolgarskiylarni qo'shib yuboramiz. Va yaxshilab aralashtirib pasolovda ozgina dimlab qo'yamiz. Shunda bolgarskiylarimiz ham ta'mi juda ham shirin bo'lib, salatimizga hazırlayamiz. Tabga